Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ushbu video darsligimizda patent imtihoniga borganingizda beriladigan 11-variantdagi barcha savollarni ko'rib chiqamiz va ushbu savollarga to'g'ri javob berishni o'rganib olamiz. Sizlar bilan ustoz Aziza Azamatovna video darsligimizni boshladik. Demak, variant nomer 11, 11-variant. Birinchi savol audirovaniyadan, ya'ni bizga audio ovoz qo'yib beriladi. Birinchisi. Прослушайте диалог и выберите правильный ответ в заданиях 1 и 2. Dialogni tinglab chiqing. So'ngra birinchi va ikkinchi vazifalardagi savollarga to'g'ri javob bering. Dialogimiz quyidagi ikkita qisqa gapdan iborat. Ya'ni bizga mana shu ikkita gapni audio shaklda qo'yib beradi. Извините, здесь рядом есть аптека? Kechirasiz. Shu atrofda dorixona bormi? Идите прямо, аптека в торговом центре. To'g'riga yuring. Dorixona savdo markazida. Endi savol. Они говорят, ular suhbatlashayaptilar va 3ta variant. В торговом центре savdo markazida, на улице ko'chada, в аптеке dorixonada. Demak, keling bu savolga deylik biz javobni bilmaymiz, lekin tarjimasini bilamiz. 3-variantga nazar solamiz. Dorixonada. Dorixonani so'rash bu mantiqan to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun 3-variantni olib tashlaymiz. В торговом центре, savdo markazida. Идите прямо, аптека в торговом центре deyapti. Ya'ni to'g'riga boring. Savdo markazining ichida do'kon. Bu ham to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun biz na улице, ya'ni bu dialog ko'chada bo'lyapti deb javobini belgilaymiz va ushbu savolga to'g'ri javob bergan bo'lamiz. Birinchi audio bo'yicha ikkinchi savol. Она хочет купить, ya'ni извините, здесь рядом есть аптека? Kechirasiz, atrofda dorixona bormi deb savol bergan dialogdagi kishi nima xarid qilmoqchi? 3ta variant. Лекарство, dori, обувь, oyoq kiyim, produkti, oziq-ovqat mahsulotlari. Demak, dorixonani nima uchun so'raymiz biz? Albatta biror bir dori olish uchun. Shuning uchun birinchi lekarstva javobini belgilaymiz va ushbu savolga to'g'ri javob belgilagan bo'lamiz. Ikkinchi audirovание. Прослушайте объявление и выберите правильный ответ в заданиях 3 и 4. E'lonni tinglab chiqib, 3 va 4 vazifalardagi savollarga to'g'ri javob bering. E'lonimiz audio tariqasida qo'yiladi va audioda ushbu gap yangraydi. В субботу в 5 часов на центральной площади большой детский праздник будут танцы. Конкурсы, подарки. Tarjimasi. Shanba kuni markaziy maydonda soat 5:00 da katta bolalar bayrami bo'lib o'tadi. Raqslar bo'ladi, tanlovlar va sovg'alar bo'ladi. Endi savol. Mana shu audio bo'yicha savol. Детский праздник будет. Bolalar bayrami qachon? Ya'ni haftaning qaysi kuni bo'lib o'tadi? E'tibor bering. Audioni boshida v субботу degan joyi bor. Shanba kuni. Demak, 3ta variant. В воскресенье, yakshanba kuni, в пятницу, juma kuni, в субботу, shanba kuni. To'g'ri javob 3-variant. В субботу. Shuning uchun biz audioni yodlab olishimiz muhim. Chunki audio 2 marotaba takrorlanadi. Keyin boshqa qo'yilmaydi. Audioda nima deyilgan edi, qaysi kun edi degan nimaga javob bera olmay qolamiz. Shuning bilan audio bo'limidagi bor yo'g'i ikkita savolga biz to'g'ri va to'liq javob berdik. Keyingi bo'lim bu чтение, ya'ni o'qish bo'limi.
Bu yerda bizga hech kim audio qo'ymaydi. Biz matnni o'zimiz o'qib, tarjimasini tushunib, to'g'ri javobni belgilashimiz kerak bo'ladi. Прочитайте объявление и выберите правильный ответ. E'lonni o'qib chiqib, to'g'ri javobni tanlang. E'lonimiz bor yo'g'i ikkita qisqa gap. Уважаемые пациенты, вы можете сделать прививку только после осмотра врача. Hurmatli patsientlar. Qarang, klientlar bor, abonementlar bor, patsientlar bor, o'quvchilar borda. Patsientlar bu shifokorlarga kelgan mijozlar deymiz. Patsient so'zini o'zbek tiliga tarjimasi bormi? Agar bo'lsa yozib qoldiring. Hurmatli patsientlar, siz emlashni faqatgina shifokor ko'rigidan so'ng olishingiz mumkin. Endi savol. Такое объявление можно прочитать. Bunday e'lonni biz qayerda o'qib chiqishimiz mumkin? 3 ta variant. В аптеке, dorixonada, в поликлинике, poliklinikada, в музее, muzeyda. Endi birinchisi apteka, dorixonada bo'lmaydi va polikliniki javobini belgilaymiz. Va ushbu savolga to'g'ri javob bergan bo'lamiz. Чтение bo'limi bo'yicha ikkinchi savol. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Matnni o'qib chiqib, to'g'ri javobni belgilang. Matnimiz esa quyidagicha. Меня зовут Анна. Mening ismim Anna. Я работаю в школе учителем. Men maktabda o'qituvchi bo'lib ishlayman. Вчера мы вместе со своим классом я ходила в зоопарк. Kecha o'z sinfim bilan men zoopark, ya'ni hayvonot bog'iga bordim. Детям все понравилось. Мы вернулись в школу к обеду. Bolalarga hamma narsa yoqdi. Biz maktabga tushlik vaqtiga yetib keldik. Endi savol. Вчера утром Anna, kecha ertalab Anna nima qildi? Va 3 ta javob. Была в зоопарке, zooparkda edi. Читала книгу, kitob o'qiyotgan edi. Готовила обед, tushlik tayyorlayotgan edi. Demak, to'g'ri javob была в зоопарке deymiz. Ya'ni hayvonot bog'ida edi. Shuning bilan чтение bo'limidagi bor yo'g'i ikkita savolga to'g'ri javob berdik. Navbatdagi bo'lim bu pismo, ya'ni yozuv bo'limi. Yozuv bo'limida bor yo'g'i bir dona savol bor. Shuning uchun biz bu savolga to'g'ri javob berishimiz shart. Demak, yozuv bo'limida bizdan rus tilidagi so'zlarni yozishni bilamiz. Mana shu tekshiriladi. Сегодня Amina Dadaeva нашла работу кассира в магазине. Bugun Amina Dadaeva do'kondan kassir ishini, ya'ni lavozimini topdi. Endi sharti. Впишите нужное слово в ее заявление. Kerakli so'zni uning arizasiga kiriting. Ariza. Заявление. Прошу принять меня на должность. Meni nuqta lavozimiga qabul qilishingizni so'rayman. U qanday lavozimli ish topdi? Kassir ishi. Shuning uchun mana bu kassira so'zini kichkina harf bilan, ikkita s bilan xato qilmasdan mana shu yerga ko'chirib qo'yamiz va ushbu savolga ham to'g'ri javob bergan bo'lamiz. Keyingisi bu leksika va grammatika bo'limi. Что ты в субботу и воскресенье? Sen shanba va yakshanba kunlari nima? Va 3 ta variant. Делаешь, qilasan, отдыхаешь, dam olayapsan, занимаешься, shug'ullanasan. Ma'nosi jihatdan ushbu 3 ta variantdan qaysi biri to'g'ri keladi?
Albatta, делаешь. Что ты делаешь в субботу и воскресенье? Shanba va yakshanba kuni sen nima qilasan? Понятно, да? Следующее. Раньше она, в кафе. Avval u kafeda, nima qilgan? Va 3ta variant. Работала, ishlagan. Будет работать, ishlaydi. Работает, ishlayapti. To'g'ri javob раньше, avval bu o'tgan zamondagi gap. Раньше она работала в кафе. 10 вопрос. Позвоните, пожалуйста, завтра. Ertaga qo'ng'iroq qiling. Mana shunday gap. Qaysi bir to'g'ri keladi? Мне, menga, я, men, меня, meni. Odatda biz menga ertaga qo'ng'iroq qiling deymiz. Shuning uchun bizga bu yerda мне olmoshi to'g'ri keladi. Позвоните мне завтра. Menga ertaga qo'ng'iroq qiling. 11 savol. Он спросил, называется эта улица. Bu ko'cha, nomlanishini u so'radi. 3ta variant. Что, nima? Как, qanday? Какая, qanaqa? Bu ko'cha qanday nomlanadi deb u so'radi. Поэтому мы ставим сюда как. Он спросил, как называется эта улица? Ikkinchi javobni belgilaymiz va ushbu savolga to'g'ri javob bergan bo'lamiz. Shuning bilan biz 11 variantni birinchi русский язык как иностранный bo'limidagi barcha savollarga javob berishni o'rganib oldik. Hurmatli obunachilar, agarda siz yaqin kunlarda patent imtihoniga tayyorlanayotgan bo'lsangiz yoki tanishlaringiz, birodarlaringiz tayyorlanayotgan bo'lsangiz, sizga mening ushbu patent test javoblari qo'llanmam yordamchi bo'ladi. Bu qo'llanmada barcha 11 ta variant, 242 ta savol ruscha, o'zbekcha qilib tarjima qilingan. To'g'ri javoblari belgilangan. Bu qo'llanmani siz Rossiyada bo'lsangiz Azondan, O'zbekistonda bo'lsangiz Uzum Marketdan patent test javoblari deb qidiring. Qo'llanmani qo'lga kiriting va imtihondan bir urinishdayoq ortiqcha sarf xarajatlarsiz, hech kimni yordamisiz mustaqil o'zingiz o'tib keting. 11 variantning ikkinchi bo'limi bu История России, ya'ni Rossiya tarixi bo'limi. 12 июня в России отмечают. 12 iyun sanasida Rossiyada qaysi bayram belgilanadi va 3ta variant. Новый год, yangi yil, День защитника Отечества, Vatan himoyachisi kuni va День России, ya'ni Rossiya kuni. Keling biz ozroqgina mulohaza qilamiz. Deylik, bu savolga biz javobni bilmaymiz va biz Новый годni o'chirib tashlaymiz, yangi yilni. День защитника Отечествani ham o'chirib tashlaymiz, chunki bu fevral oyida nishonlanadi va bizda День России javobi qolayapti. День России javobini belgilaymiz va ushbu savolga to'g'ri javob bergan bo'lamiz. Вопрос номер 13, 13 savol. Bu savol har bitta variantda bor. Shaharlari har xil bo'lishi mumkin, ammo shu formuladagi savol har bitta variantda bor. В России находится город. Rossiyada ushbu berilgan 3 ta shahardan qaysi bir shahar joylashgan? Parij, Sevastopol, Pekin. Sevastopol javobini belgilaymiz va ushbu savolga to'g'ri javob bergan bo'lamiz. Вопрос номер 14, 14 savol. Жуков это. Жуков bu военно-начальник sarkarda, композитор, космонавт. To'g'ri javob военно-начальник. Так, задание номер 15, 15 vazifa. Конституция России была принята.
Rossiyaning konstitutsiyasi nechinchi yilda qabul qilingan? 1812 yilda, 1941 yilda, 1993 yilda. Agar siz adashsangiz, o'sha 90 dan yuqorisini tanlang. Deylik, konstitutsiya yilini eslab qolish qiyin. 90 dan yuqorisi 93 yilda qabul qilingan. Задание 16. 16-chi vazifa. Укажите государственный флаг Российской Federatsiya. Rossiya Federatsiyasini davlat bayrog'ini ko'rsating. Ushbu savol ham har bitta variantda bor. Faqat joylari almashgan, variantni joylari. Eslab qolamiz. Oq, ko'k va qizil. Mana shu bayroqni Rossiyada yurganlar ko'pincha ko'radi. Domlarning yonida yoki domlarning ustida, biror binolarning yonida. Shuning uchun eslab qolamiz va 16-savolga biz to'g'ri javob bergan bo'lamiz. 3-variant. 11-variantning oxirgi bo'limi va eng qiyin bo'limlardan biri bu основы законодательства Российской Federatsiya. Rossiya Federatsiyasining qonunchilik asoslari bo'limi. Bu yerda men o'sha qo'llanmamni olaman, chunki menga tarjimasi to'g'ri bo'lishi juda ham muhim. Sizlarga to'g'ri tarjima qilib berishim juda ham muhim. Значит, вопрос номер 1. Birinchi savol. Так, сейчас. Россия qonunchiligi. Все, вот нашла. Вопрос номер 1. Иностранный гражданин в Российской Federaции имеет право. Tarjimasi. Rossiya Federatsiyasidagi chet el fuqarosi bunga haqli va 3ta variant. Получать все виды пособий или льгот. Barcha turdagi nafaqa va imtiyozlarni olish huquqiga haqli. Свободно передвигаться по территории по территории страны. Mamlakat hududida erkin harakatlanish huquqiga haqli. Избираться в органы власти. Hokimiyat organlariga saylanishga haqli. To'g'ri javob свободно передвигаться по территории страны, ya'ni mamlakat hududida erkin harakatlanishga haqli. Вопрос номер 18. 18-chi savol. Трудящийся иностранный гражданин в Российской Federaции обязан. Tarjimasi. Rossiya Federatsiyasida ishlayotgan chet el fuqarosi majbur. Nimaga majbur? 3ta variant. Вступить в брак. Nikohdan o'tishga majbur. Уплачивать налоги. Soliqlarni to'lashga majbur. Делать покупки в магазине. Do'konda xarid qilishga majbur. To'g'ri javob уплачивать налоги. Soliqlarni to'lashga majbur. Вопрос номер 19. Иностранный гражданин решил устроиться на работу. Какой договор с ним должен быть заключен? Tarjimasi. Xorijiy fuqaro ishga joylashishga qaror qildi. U bilan qanday shartnoma tuzilishi kerak? 3ta variant. Трудовой договор, mehnat shartnomasi. Договор аренды, ijara shartnomasi. Договор купли-продажи, oldi-sotdi shartnomasi. To'g'ri javob трудовой договор, ya'ni mehnat shartnomasi. Вопрос номер 20. 20-chi savol. При миграционном учете нужно указать. Migratsiya hisobida ko'rsatilishi kerak. Nima ko'rsatilishi kerak? 3ta variant. Трудовой стаж, mehnat staji, professiyu, kasbini, familiyu и имя, familiya va ismini. To'g'ri javob. В миграционном учете нужно указать фамилию и имя. Вопрос номер 21. 21-chi savol. Видом наказания за нарушение правил миграционного учета является. Migratsiya hisobi qoidalarini buzganlik uchun jazo turi. 3ta.
Administrativniy shtraf, ma'muriy jarima. Выговор, hayfsan. Замечание, tanbeh. Qaysi bir javob to'g'ri? Administrativniy shtraf, ya'ni ma'muriy jarima. И последний вопрос 11 варианта. К нарушителям правил пребывания на территории Российской Федерации всегда применяется административное выдворение. Верно ли это утверждение? Tarjimasi. Rossiya Federatsiyasida hududida bo'lish qoidalarini buzganlarga nisbatan har doim ma'muriy hayfsan, ya'ni ma'muriy chiqarib yuborish qo'llaniladi. Bu tasdiq to'g'rimi? Выдворение, ya'ni mamlakatdan chiqarib yuborish. Ikkita javob: verno, neverno, to'g'ri, noto'g'ri. Verno javobini belgilaymiz va ushbu savolga to'g'ri javob bergan bo'lamiz. Shuning bilan biz bugun patent imtihoniga borganingizda beriladigan oxirgi yangilangan 11-variantdagi 22 ta savolni ko'rib chiqdik va ushbu savollarga to'g'ri javob berdik. Siz imtihonga borganingizda sizga 11-variant tushmasligi mumkin. 1-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi, 8-chi yoki 4-variant tushishi mumkin. Mana shunday holatlarda agar siz imtihonga tayyorlanmoqchi bo'lsangiz, sizga mening patent test javoblari qo'llanmam yordam beradi. Bu qo'llanma sizga juda ham katta yordamchi bo'ladi. Qo'llanmani ichida barcha 11 ta variant, 242 ta savol ruscha, o'zbekcha qilib tarjimasi bilan, javoblari bilan berilgan. Qo'llanmani Rossiyada bo'lsangiz Azondan, O'zbekistonda bo'lsangiz Uzum Marketdan patent imtihon javoblari deb qidiring va qo'llanmani qo'lga kiritib imtihondan bir urinishdayoq o'tib keting. O'zbekistonda bo'lsangiz albatta bu qo'llanmani o'zingiz bilan olib keting, chunki u yerga borganingizda eng birinchi qiladigan ishingiz bu albatta imtihondan o'tishingiz kerak. Kimgadir iltimos qilmaslik uchun, ortiqcha sarf xarajatlarga tushmaslik uchun mana shu qo'llanma yoningizda bo'lsa, hech nimadan qo'rqmagan holda mustaqil tayyorlanib, yodlab olib imtihondan o'tib ketasiz. Sizlar bilan ustoz Aziza Azamatova bo'ldi. Keyingi video darsliklarimizda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.